Birinchi dars. Qur'on harflarini tanish. Qur'on 29 harfdan iborat bo'lib, alif harfi bilan boshlanib, ye harfi bilan tugaydi. Har bir harfni o'ziga xos ismi bo'lib, shu ism bilan o'qiladi va taniladi. Harflarni ko'plari bir-biriga o'xshash bo'lib, ba'zida 2 harf, ba'zida 3 harf bir-biriga o'xshashdir. Orasidagi farq esa nuqta bilan ajraladi. Qur'on harflari o'ngdan chapga qarab yoziladi va o'qiladi. Endi harflarni qanday eshitilishini tinglab ko'ramiz. Elif, B, T, F, Jim, Ha, H, Dal, Zal, Ra, Z, Sin, Shin, Sad, Vat, T, Z, Ayn, Ghayn, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam elif, Ye. Harflarni ismlari bilan tanimoq va talaffuz qilmoq muhimdir. Ularni yana bir bor eshitib, birgalikda qaytarishga harakat qiling. Elif, B, T, F, Jim, Ha, H, Dal, Zal, Ra, Z, Sin, Shin, Sad, Vat, T, Z, Ayn, Ghayn, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam elif, Ye. Yana bir marta birgalikda tinglaymiz. Elif, B, T, F, Jim, Ha, H, Dal, Zal, Ra, Z, Sin, Shin, Sad, Vat, T, Z, Ayn, Ghayn, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam elif, Ye. Sizlarning eng yaxshingiz Qur'on o'rgatganingizdir. Qur'on harflarini yod olish juda murakkab emas. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, harflar o'qilishda bir ohang ichidadir. Bir harfdan ikkinchi harfga o'tishda qiyinchilik yo'qdir. Ularni yana bir bor tinglarkan, o'zingiz bunga shohid bo'lasiz. Elif, B, T, F, Jim, Ha, H, Dal, Zal, Ra, Z, Sin, Shin, Sad, Vat, T, Z,
عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها لام الف يه. Qur'on harflarini yodlash uchun ko'p marotaba ularni takrorlash kerak. Ba'zan eshitib, ba'zan o'qib takrorlash harflarni tezroq yodlashga yordam beradi. Har bir harfni bir ko'rishda tanimaguncha keyingi darsga o'tmaslik kerak. Bu darsimizning asosiy nuqtasi harflarni tanishdir. Harflarni sirasi bilan so'nggi bir bor tinglaymiz. Elif B T F Jim Ha X Dal Zal Ra Z Sin Shin Sad Wat T ظ عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها لام الف يه. Endi esa ko'rsatilgan harflarni yolg'iz o'qishga harakat qiling. Darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsga o'tguncha harflarni bir ko'rishda taniydigan bo'lishingiz kerak. Harflarni tezroq o'zlashtirishning yana bir yo'li ularni yozma holda o'rganishdir. Har bir harfni shu ko'rinishdagidek yozishga harakat qiling. Yozayotgan vaqtingizda harflarni talaffuz qilgan holda yozing. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin.